Assalomu alaykum aka, yaxshimisiz? Charchamay ishlayapsizmi? Tuzukmisiz? Rahmat, Xudoga shukr. Voy Xudoyim, boshingga nima qildi ukam? Boshga kulfat tushdi aka. Tinchmasan o'zi, nima bo'ldi axir? Ko'rmaysizmi aka, plombalashdi mani. Bir kuni mayda go'shtni maydalash uchun jang qilayotgan edim. Meni shakarli sous bilan marinovka qilishgan senga deb tupurib yuborsa bo'ladimi aka? Emalim shu zahotiyoq ifloslanib qoldi. Men esa bunga e'tibor qilmadim. Odatdagidek tish sho'tkasi kelib tozalab qo'yar deb o'yladim. Ammo kechirsa ham sho'tkadan darak bo'lmadi-da aka. Qizig'i shundaki, boshimda bir bakteriya bor ekan, Streptococcus mutans degan. Sousdagi shakarni yeb, boshimga yengilab ketsa bo'ladimi aka? Bedodlikni qarang. Minerallaring emirilib, demineralizatsiya bo'ldimi? Xuddi shunday. Ertasi kuni pechenye bilan urishdim. Uni ham qasdi bor ekanda. Qasosatchi emas, shirin ham bo'lishi mumkin. Dedi-da, u ham menga tuflab yuborsa bo'ladimi? Bunisi ham mayli, dahshatlisi keyin boshlandi. Haligi boshimga o'tirib olgan bakteriya do'stlariga telefon qilib, "Do'stlar, sizlarni mehmon qilmoqchiman. Shakariga boy joy topib qo'yganman. Kelinglar." deb hamma qarindoshlarini chaqirdi va u noshukurlar kelib, kichkina bo'lgan teshikni yanada kattalashtirib ketishdi va rasvo qilishdi. Shunda ham tish sho'tkasi yoki ip kelmadimi? Kelmadi-da aka, kelmadi. Bizga Xudo berdi deb kattalashgan teshikka bakteriyalar oxiri uy qurib olishdi. Dushmanimga ham ravo ko'rmayman buni aka. Yomon qiynalibsan-da ukam. Bir kun qarasam, ro'paramda olibdagina yong'oq turibdi. Menga qarab, Qo'y, urinma, baribir yutqizasan. deydi. Nima dedim? Hazırlashyapsanmi? Bu yoqqa kel dedim-da, bor kuchim bilan bir zarba berdim. Afsus bosh chil-parchin bo'lib, yoriq pulpagacha yetib bordi. Og'riq dahshatli edi. Xo'sh, keyinchi. Keyin iloji yo'q, shifokorga bordim. U yerda teshishdi, tozalashdi, yuvishdi, so'ng teshikni to'ldirib qo'yishdi. Plombalat olibsan-ku, mayli endi. Ha, shundan keyin sho'tka ham, tish ipi ham tez-tez kelishyapti. Tushunmadim. Mas kulgili bo'lyapti. Ehtiyot bo'l. Agar men tish o'tkazib seni tozalab bo'lganidan so'ng kelsam, unda nima bo'ladi? Ha? Hozir senga ko'rsatib qo'yaman nima bo'lishini. Bir bo'lsa yana jang boshlanar shekilli, ha?